Annyeonghaseyo yavrum. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz hagu, guva va grammatikasini o'tamiz. Koreys tilida buning ma'nosi o'zi bilib turganimizdek va degan ma'noni bildiradi. Hagu. Hagu bu so'zlashuv uslubida ko'proq ishlatiladi. Oddiy so'zlashuv uslubida. Ya'ni plus otning o'rtasiga qo'shiladi. Noun hagu noun bo'lib keladi. Kitob bilan daftar ber. Ya'ni buning tarjimasi bilan va degan bog'lovchi sifatida keladi. Ikkinchi guva esa bu ko'pincha ko'proq yozma, rasmiy yoki kitobiy uslublarda ko'proq ishlatiladi. Yozma, rasmiy, kitobiy uslubda. Va bu otimiz undosh bilan tugasa qo'shiladi. Tushunarli? Undosh bilan tugashi shart. Ikkinchisi esa bu va esa bu ham bilan va degan ma'noni bildiradi. Bu ham yozma, rasmiy, kitobiy uslubda ishlatiladi va undan keyin noun unli bilan tugashi kerak. Noun unli bilan tugashi kerak. Mana shu holatda ishlatiladi. Endi keling bitta gap tuzib ko'ramiz. Masalan, kolla deyiladi koreys tilida. Kollaga a bilan tugadi, va'ni qo'shsak ham bo'ladi. Agar kitobiy uslubda kollava. Agar siz mana so'zlashuv uslubida oddiy kundalik hayotda ishlatadigan bo'lsangiz, unga kolla hagu qo'shiladi. Tushunarli? Kolla hagu. Kola bilan jussiga chuseyo. Mana kola bilan sharbat ber degan bo'lyapsiz. Kola bilan sharbat bering. Qayergadir borganingizda juda ham ko'p ishlatiladi. Nimadir sotib olganingizda, kimdandir nimadir so'raganingizda juda ham ko'p ishlatiladigan grammatika, ya'ni chuseyo grammatikasini o'tgandik avval. Mana shu holatda hagu esa ikkita narsani bir-biriga bog'lab 1 2 3 birdan ikkidan oshiq bo'ladigan bo'lsa, mana shu hagu, guva va qo'shimchalarni foydalanasiz. Hagu, guva va qayerda ishlatsangiz va bilan degan ma'noda ishlating va aytdim, hagu bu so'zlashuv uslubida, oddiy uslubda juda ham ko'p ko'rasiz. Guva valarni esa ko'pincha yozma, rasmiy, kitobiy uslublarda ishlatamiz. Chiuge e bilan tugadi, ya'ni unli bilan tugasa va'ni qo'shasiz. Chuge va masalan yonpil. Iga issoyo opsoyoni o'tgandik. Iga issoyo opsoyo bor yo'q degan ma'noni bildiradi. Issoyo deb qo'yamiz. Mana chuge va yonperi issoyo. O'chirg'ich bilan qalam bormi? Bor desa bering deysiz, chuseyo degan gapni qo'shib aytasiz. Masalan, misollarga qaraydigan bo'lsak, mana chuge hagu yonpel chuseyo. O'chirg'ich bilan qalam bering deyapti. Ya'ni bitta narsa plus bitta narsani bir-biriga bog'laganda ishlatiladigan grammatika ekanini yoki issoyo o'tgan safar o'tgandek mana degan ma'noni bildiradi. Kolla hagu jussiga issoyo, kola bilan sharbat bormi deyapti. Yoki kolla hagu jussiga issoyo desangiz, kola bilan sharbat bor. Kimdir nimadir so'rasa, nima bor sizda desa, kola bilan sharbat bor deb aytayapti mana. Polpenagu kongchek chuseyo. Qalam bilan daftar bering deyapti. Kongchek degani daftar. Kongchek. Daftar degani. Chuge va yonperi issoyo. O'chirg'ich bilan qalam bor. Chuge ega tugadi va unga va qo'shildi.
Haksengua. Mana hakseng ngga tugadi, unga gva qo'shiladi. Haksengua sonsingni mimnida. Ana ular kim desa, masalan, o'quvchi bilan o'qituvchi deyapti. Haksengua sonsingni mimnida. Keyingisi marikushi 전체 사전 있어요? marikku 전체 사전 elektron nima lug'ating bormi? Ne 있어요? Ha, bor. marikushi kamera 있어요? kamerang bormi? Aniyo, 없어요 deyapti. Masalan, men o'zimni ismimni qo'yadigan bo'lsam, Dinora. Masalan, 전체 사전im elektron lug'atim bor. Koreyslar borini mana bunaqa qiladi. Bizdek qilmaydi. Dumaloqcha qiladi. Yodlab oling, buni ham rosa ham kerakli narsa, ayniqsa Koreyaga kelganda bu balog'i nima ekan deb hayron bo'lmang. Kameram bor, o'sanim bor, kyutung kadim bor, hyuji bor, suv bor, hyudepon bor, chuga o'chirg'ichim yo'q ekan. Mana. Qanday baxtli. Mana Lola masalan, unda nima bor? 전체 사전 yo'q bo'lsa x bor, x qilib, mana shunaqa qilib gap tutsangiz bo'ladi. Endi Dinoradan so'raysiz. Dinora shi 전체 사전 있어요? Men nima deyman? Ne 있어요 deyman. Tushunarli? Mana shunaqa qilib gap tutsangiz bo'ladi. Keyin oxirgi gapimni mana bu yerdan xulosalaysizki, marikoshining 전체 사전하고 교통카드 하고 휴지가 있어요. kamer하고 우산이 없어요. Nima deyilyapti? Mana ko'rib turibsiz, bunda kamera yo'q ekan. Hozir bunda kamera yo'q, usan yo'q va mol suvi yo'q, hyudeponi yo'q, chegusi yo'q. Endi aytingchi, marikuni yo'q. marikoshining kamera하고 우산하고 물하고 휴대폰하고 지우개하고 없어요 deymiz. Tushunarli? Ya'ni buni biz sanab chiqyapmiz. Endi menda Dinoraning bittagina Dinora shining chiugaga 없어요 o'chirg'ichi yo'q. Nimalari bor? Dinora shining 전체 사전하고 카메라하고 우산하고 교통카드하고 휴지하고 물하고 휴대폰하고 있어요 deb qo'shib qo'yamiz. Mana kimgadir nima borligini, yo'qligini va ko'paytirib aytganimizda hagu grammatikasidan foydalanyapmiz. Mana dialogimizga qaraymiz. Oso useyo, xush kelibsiz degani. Xush kelibsiz, yodlab oling. Sinmun 있어요? Gazeta bormi? Ne 있어요? Ha, bor. Hanguk sinmun하고 Nara sinmuni 있어요. Koreya gazetasi bilan davlatimiz gazetasi bor. Hanguk sinmun 주세요. Koreya gazetasini bering. Yogi 있어요, mana oling degan ma'noni bildirib kelyapti. Ya'ni mana bu belgilangan boru ranglar bilan, mana belgilangan ranglar bilan o'sha shinmunni o'rniga jusini qo'yasiz. Hanguk shinmun o'rniga sagwa jusini qo'yib gapiramiz. Ososeyo. 주스 있어요? 네, 있어요. 사과 주스하고 오렌지 주스가 있어요. unda nima bering deyapti? Sagwa jusi 주세요. Yogi 있어요. Mana shunaqa qilib gap tuzib, mana qolganlarini o'zingiz tuzib olasiz. Kommentlarni ostida qoldiring, juda ham xursand bo'laman. Chapchi, yong'va chapchi, kompyuter chapchi, chapchi nima edi? Qo'llanmalar bo'ladi-yu, o'shalar. Yong'va chapchi, banana uyu, talgi uyu, sut. Bananli sut, talgili uyular bor. Qulupnaylik. Mashlarni bering degan mavzuda mana dialog tuzildi. Bu juda ham zo'r dialog, sababi
qayergadir borganingizda, nimadir sotib olganingizda, nima bor, nima yo'q deb gapirganingizda judayam zo'r ishlatiladigan mavzu hisoblanadi. Darslarimizni YouTube'dan, o'zimizni Instagram, Telegramdan kuzatib boring. Telegramda judayam ham mana shunaqa tekin darslar o'tiladi. Hatto ingliz tilidan ham darslarimiz bor. Ingliz tili, koreys tilidan darslarimiz va hatto pulli kurslarimiz ham bor. U pulli kurslarimizning bir-biridan farqi nimada? Doimiy siz bilan ishlaniladi. Ya'ni testlar bilan mustahkamlaniladi. Testlar shunaqaki, bittagina masalan ishlasangiz, avtomatik javobini chiqarib beradigan testlar. Umuman birinchi mavzuni tinglab, keyin testlarni ishlasangiz, umuman esingizdan chiqmaydigan holatga kelasiz. 수업이 여기까지 있습니다. 감사합니다.